Diqqat, tezkor xabar. O'zbekiston hududida bugun ayrim joylarda yana qor va yomg'ir yog'ishi e'lon qilindi. Tezda barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, videorolikdan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, videoroligimiz ostiga like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi 25 mart kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Harorat kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi, ayrim joylarga yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga kuchli bo'ladi. Harorat kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, ayrim joylarga yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga kuchli bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga kuchli bo'lib o'tadi. Harorat kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga kuchli bo'ladi. Baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Ayrim joylarda sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi ma'lum qilindi. Harorat kechasi va kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.